Sabah hormang, qanday bo'lyapti? Bir Latifa esimga tushdi. Ha. Bir yigit o'rtog'iga telefon qilib, "Alo, kelyapsanmi?" "Ha, boryapman, avtobusdaman. Tezroq kel" desa, "Hozir avtobus shofiriga aytaman" degan ekan. Shundayin siz ham Bir ayol eriga qarab, "Sizga ikkita xushxabarim bor" dedi. Bittasi yaxshi, bittasi yomon dedi. Qaysidan boshlaydi degan ekan? Yaxshidan boshlagan dedi. "Yo, yomondan boshlayman." Boshla degan ekan. Mashinangizni turtib oldim. Ikkinchi yaxshisi o'zimga hech narsa qilmadi degan ekan. Biz ham xuddi shunday xotin bir karomat ko'rsatgan. Mana. qora jemchik. Xo'sh, aka, siz o'zimizniki. Buni men qila olmayman. Nimaga? Endi hozir zamon rivojlanib ketgan bir akaxondan bor. Sizni o'shanga yuboraman. Zo'r qilib ko'nglingizdan chiqarib qilib beradi. Qushog'da ham bir usta bor edi. Absatda. U qimmat purish aka. Bu arzonroqmi? Ha, bu arzonroq. Alo, Firuz aka, yaxshimisiz? Zo'r, o'zingiz yaxshimi? Aka, hozir oldingizga bir akamni yuboraman-da. Shu bir mashinasini zo'r qilib tuzatib bering. Ha, bo'p aka. Bo'ldi aka. Borasiz. Manzili qayerda? Manzilni sizga hozir lokatsiya qilib tashlayman. Mayli. Dunyo juda ham keng, lekin o'rtasida bitta chizig'i bor. O'sha chiziqning nomi nima? Kim biladi? Inson organizmida K harfi bilan boshlanib, K harfi bilan tugaydigan 7 ta a'zo bor. Nima bular? Birinchisi kekirdak. Assalomu alaykum, Sabah. Ya, Rasul, keling qani? Haligi Qaysi shamollar uchun? Alibek aka sizmisiz? Ha. Shuni ko'ring qani. Siz mayli. Muxtor. Muxtor aka, qarang. Mashinani ko'rdik. Anchagina ishi bor. Qirilgan joyini najdak deyiladi-da, najdaklar chiroyli kraska qilamiz. Undan keyin eshiklaringiz o'ynab qoladi. Ularni joyiga qo'yib cheki qilamiz. Undan keyin 3 sloyli polirovkamiz bor. Sizniki qora jimchuk rangda. Ha. Zavoddan shunday chiqadi. Uni chiqarish qiyin. Qancha bo'ladi? Alibek do'stimiz hurmatiga 10 million so'm pul beramiz. 10 million? Katta yordam qilish iloji yo'qmi? Yo'q, o'ziga yarasha ishi yo'q. Bir o'ylab ko'rsam bo'ladimi? Mayli, kim bilan maslahat qilasiz? Bir o'ylab ko'raylik ham. Alibek, Ha, Firuz aka. ha buning ham o'ylab ko'rgichlardan ekan-ku. O'ylab ko'raylik dedidan ketdi, o'xshamadi. Bitta ishni ham bajara olmadingiz, aka. Ha, bo'pti, yana jo'natarsan ketib qolsa. Ha, bo'pti. To'xta, buni hozir sozlayman. Usta kerakmi senga? Alo. Alisher, qandaysan? Soling yaxshimi? Charchamaysan? 335 qora jantira borib qolishi mumkin. Jo'natdim men. Qara, meni dolyamni qo'yib aytasan.
Alo, Nodirxo'ja. Do'stim. Alo, ha Firuz. Assalomu alaykum do'stim. Qanday ishlar bo'lyaptimi? Soling zo'rmi? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Bitta yaxshilik qilasan endi. Sizdan o'gina, bizdan bugina, bizda ham qolib ketmaydi bilasan. Xo'sh, Oldinga do'stim qora Gentra boradi-da, 335. 335. Shuni ustiga 1 million so'm qo'yib, meni haqqimda aytasan, hay? Bu ishlari bor. Xo'p. Ha bo'ldi, kesin qani ko'ramiz hozir. Do'stim, ishlarga omad. Yaxshi ishlar. Mayli, kelaversin qani. Alo. Assalomu alaykum. Sherzod aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, hozir bugun 335 qora Gentra. Agar borsa 1 million so'm meni haqqimni berasiz. Xo'pmi? Bo'ldi aka, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Sizga borib qolsa, mabodo menga telefon qiling yoki 1 million meni haqqimni qo'yib ayting. Bo'ldi aka, xo'p. Ha, Nodirxo'ja, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, Alibek. Nima gap do'stim? Qarang, men sizni oldingizga hozir qora jimshuk jo'nataman. Nomeri 335. Xo'p. 1 million ustahaqi bizga berasiz. Siz ham savobni ham shu boyagi pulga sotasizmi deymanda. Ha, endi zamon shunday. Zamon hozir shunaqa. Nima qilaylik? Bizlar ham non yeyishimiz kerak. Ha, xo'p, mayli, kelaversin qani. Qarang, bo'ldi, Nodirxo'ja, menga telefon qiling, bizni haqni olib qo'ying. Xo'p? Sizga ishondim. Xo'p. Bo'ldi. Tug'ilganda uchadi, yashaganda yotadi, o'lganda oqib ketadi. Bu nima? U savol emas, lekin unga javob berish kerak. Bu nima? Birdan 100 gacha bo'lgan sonlarning orasida nechta 9 bor? Ha, Firuz. Boyadan beri kuzataman. 45 minutlar bo'ldi. Qo'lingni qilasan. Nima bir g'am tushdimi boshingga? Aka, bilasizmi? Tiprotikon bilasan? Ular ham imizuvchiga kirayotganda, lekin qanday ko'payishar ekan, shuni o'ylayapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Yaxshimisiz? Sherda o'zini kasalimiz borda javob berishib kerak. Xo'sh, aka. Menga qolsa, sizning hurmatingiz bor. Mashinangizni bepul qilib beraman aka. Lekin ikimdan xarajati bor-da aka. Bepul qilib berasiz, 2 million xarajati bor. Bu nima degan tushunmadim. Mendan oldin borgan ustalaringiz menga telefon qilib 1 milliondan 2 million berasan deyapti. Ha? Xuddi u bir ayru. Qaysi ekan harf u? Boshida. Ha? Xuddi bir ayru. Qaysi harf ekan bu? Xuddi u bir ayru. Qaysi harf ekan u?